Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Jo'rayning sog'mi, salomatmizlar qadrdonlar. Parandalarimiz ham o'sha bolalarga chiqib qoldi, xudo xolasa. Salomatmizlar qadrdonlar. Xo'p, bugungi sanamiz xudo xolasa 20-fevral Hajjul masokin bo'lgan juma, bugun xudo xolasa qadrdonlar. Parandalarimiz ham xudo xolasa o'qiyapmiz, yomon emas. Xo'p, 94 kunligini ko'rsatgandek, endi bunisi xudo xolasa 125 kun atrofida. Bugungi sanamiz 20-fevral xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Parandalarimiz katta bo'lib qoldi. Xo'roz mekyolari toshni ajrab o'sha voyaga yetyapti. Projektlarni ham qo'ydik. Xonani mana oldi qismini kim ko'rgan bo'lsa oldilari bu joyda. Mana shu tovuqlarni ota-onalarni boqqanmiz va daromad qilib sotdik mana xorozlari. Mana bu oq tovuq o'zimiz uydagi boqayotgan oq tovuq. Bu Andijon qora emas, bu boshqa zot. Qancha keladi mana xorozlari. Qizilchalarni to'g'rab berganmiz, qizilchalarni yeb turibdi. Astrolog Ruminskiy degan zotni mana bu joyga qadrdonlik qo'yganmiz. Bu joyda yashashyapti. Astrolog Ruminskiy. Qadrdonlar zo'r, maza. Ancha vaqtdan beri sizlar bilan qadrdonlar ko'rishmagandik, mana hozir ko'rishib video qilib, oyg'oni bo'lsa ham ko'rishamiz. Ajoyib oilaning sultoni Ramazon oyidamiz, xudo xolasa mana bugun 2-sanasi, bugun chislo. Soat hozir og'iz ochgandan keyin syomka qilyapman qadrdonlar. Pas ko'rsatib o'taman. Vaqti borlar bemalol. Tarobiy namozi vaqt bo'lguncha mana 10-15 minut xudo xolasa mana syomka qilamiz. Aplikalarni soldik, bu joyga yangi soldik mana. Yangi soldim mana. Nima bu deb degan nimada kelib ko'rib nima qilishyapti. Qiziqadi bular. Xo'p, 100 ta, adashmasam 84 ta atrofida edi o'zi. Bundan keyin 2 ta, 3 ta o'zimiz so'ydik. Bitta yarim tali patera bo'ldi. Shunaqa bo'lib hozir 80 tadan ozroq qolgan menimcha hozir. Mekyon foizi ozroq. Ro'z ko'proq chiqdi, o'zimiz o'sha 100 ta atrofida o'stirgandik. Patera bo'lib boshqa bo'lib 80 ta, 85 ta qoladi. Hozirchalikka mana zo'r. Projektlar ham qo'ydi. Xonani o'sha qachqurlar mana shunaqa. Qachqur tashqari mana qorong'i holatda. Qadrdonlar mana. Tashqari qorong'i o'zi. Soriq qildik. Sizlarga ozgina bo'lsa ham ancha vaqtdan beri syomka qila olmadik. O'shaning hisobidan syomka qilib qo'yadi dedim-da. Ma'lumot o'rnida. Xo'p, qadrdonlar, mana shu tovuqlarni bir kunligidan hozir xudo xolasa 22-kuni ochadi. Tuxum terganmiz inkubatsiyaga. 1200 ta atrofida o'tib chiqish kerak. Ko'proq tuxum qo'yilgan, boshqa bo'lgan. 1200 ta atrofida tuxum qo'yilgan bo'lsa 1000 ta o'tsa ham deylik. 1000 ta atrofida jo'ja boqamiz, joylarni tanlab qo'ydim. Oldingi o'sha podvaldagi bularni boqayotgan joyimizdagi joyga aplikalarni solib, joylarni tanlab qo'ydik. Mana shu zotda Andijon qora. O'zi bu 125 kunlik bo'ldi, 4 oydan oshiqroq bo'ldi bular. Taxminan yana 1 oydan oshiqroq boqsa, xudo xolasa 5 oydan o'tsa tuxumi kiradi. Mekyolar hali ves to'plab nima bo'lmaydi haligi, mana holatlarni ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu katta mekyon mana shu. Yonida kichikroq mekyon. Endi mana tovuq, oq tovuqimiz tuxum qilayotgan. Ranglar kirib yaltirash boshladi endi bular. Roziya mekoni ham bular tojdek bo'lgan hisobiga mana gaddandan bilinadi bular.
Ha Boburxon. To'g'ri, bu ko'rib ketadi. Ha, yaxshi. Rahmat. Mana shu xirozimizdan rosa jo'l katta xiroz bo'lyapti. Hop, birlikda to'sib turibdi. Mana shu xirozimizdan rosa jo'l katta xiroz bo'lyapti. Yo'lidagi ham shunaqa. Mana shu makon ham razmerdagi makon chiqadi xohlasa. Ha, Boburxon. O'shib qo'yam o'g'lim. Bir gaplashib qo'ysam bu nechalar bilan? O'g'lim ham şeydilar, mana shu chiqaradi asosiy. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Salomatmisizlar? Mashta o'g'laga. Mana shu chiqaradi asosiy. Mana asir oliblarimiz mana. Bugun qizilcha pishirilgan shunda, bular ham qo'shib pishirib yuborilgan uyda. Mana yevra zabor bilan to'sdik, mana oddiy o'sha birodarlar eshigidan o'lib o'zichilikka mana joyiga to'sib qo'yganmiz. Mana shu Astrolog Ruminskiy degan shu zotimiz yaxshi zotlar hozir kunda hid bo'layotganlar. Bularni hozir bulardan bir oylik kichkina bo'lsa bir 94 kun 95 kunlik bu qoldi bular ham. Jig'ildon to'yga mana to'lib o'tibdi jig'ildonlari ham. Xirozmakka aralash bilan ham tuxumini olib kelib ko'paytiryapmiz mana. Bugun mana xudo xolasa mana. Bularimiz 100 kunlikka yaqinlashib qoldi bugungi kunlikda. Mana jon qora. Kimda kim qiziq bo'lsa qadrdonlar bularni o'sha bir oyligidan xirozmakka aralash 20 ming so'mdan narxi chiqadi. Zakasini olamiz. 30% oldindan to'lovlarni qabul qilamiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor, faqat u pulli bo'ladi qadrdonlar. O'zimiz vodiy atrofida bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha o'zimizda texnika bo'ladi yoki biz ham texnikalarga pulga sotib olib, pulni kelishtirib qo'yamiz yoki o'zlaring kelishib olsani bo'ladi. Biz o'zimiz yetkazib beradigan bo'lgan taqdirimizda ham eng kamida o'sha 100 ta atrofida yo'lkirasi ichida bo'ladi. O'sha yo'lkirasi xizmatini berasizlar. 100 ta atrofida eng kamida zakaz olamiz. Agar 10-20 ta manga kerak bir oyligidan deganlar uchun o'sha 4 ta vaksina bo'ladi. Tumshug'ini kesamiz. Lasotda bronxit bo'ladi. Yana o'sha 3-4 xil nimalari bor. Marika o'sha hammasini iloji boricha qilib berishga harakat qilamiz. Shuna gaplar qadrdonlar. Zakasini xudo xolasa olamiz. Ekranga telefon raqamini qo'yib ketamiz. Jo'ja uchun. Mana bu tovuqlarimiz hozir kunda sotilmaydi mana. Astrolog ham sotilmaydi. Ha va mana bu tovuqlarimiz hozir kunda sotilmaydi. 100 kun, 125 kun bo'lganlari. 100 kun atrofida qoldi astrolog. Bunisi o'sha 125 kun. Ya'ni bunisi oktyabr 10-chi ochib chiqqan. Bu noyabr 10-chi ochib chiqqan. Jo'jalar bilan. Hali jo'ja holatda. Mana xirolar ko'rsataman astrolog. Xudo xolasa bular tulovda ko'rsizlar patlarni o'sha zrosli patlar chiqyapti, ya'ni katta patlari. Xirozlarimiz ham orqalardan tulab o'tibdi. Endi makolar ham bes yig'ib xudo xolasa tuxum qilib beradi bular. Xudo xolasa bularni ham jo'jalardan sotamiz. Shuna gaplar qadrdon. Oldin ko'rsatganlarimiz ular qolmadi hozir kunda. Hozir kunda ular qolmadi. Endi xudo xolasa Alloh nasib qilgan bo'lsa yana ishlaymiz, xudo xolasa. Ishlab Andijon qora jo'jalardan ko'p miqdorda qilib beramiz. Astrolog tuxum qilsa astrologdan ham xudo xolasa qilib beramiz. Bu zo'rona olaydi. Zo'r odam Anqara to'laydi.
Shunaqa gaplar qadrdonlar. Boburxon. O'g'lim u suyi qolmagan shekilga, u adagini qolmabdi astrologga. Astrolog suyi qolmabdi. Almashtirib qo'ying shu suyini. Iliqroq suv bering-a. Mana shu xorozimiz ko'rsatamiz, yaxshi. Yaxshi o'zgaryapti mana. Shu yonma-yon ikkita turibdi. Xirozda endi o'ziga gavdaga ishlaydigan vaqti keldi-da endi bularni. Mekollar shu vesga ishlaydi. Shuna gaplar qadrdonlar. Video yoqsa qadrdonlar like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xursand bo'laman. Hammaga dushi rahmat. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'ling. Nima bo'pti o'g'lim? Bor ekanmi? Bo'ldi. Syomka bo'lib qolib qadrdonlar, mana qachqurlar ham anaqa. Lampalargacha qo'ydim, endi mana projektor qo'ydim bu tarafga. Mana rushotka bo'lganligicha tagi qorong'i qoladigancha ikkita qo'yaydi nima talabaliga. Yorug'roq bo'lishligi uchun. Shuna gaplar qadrdonlar. Hammaga kattakon rahmat. Vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Omon bo'linglar.